أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب الرمل بالبيت. أخبرنا مالك حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الحرمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. قال محمد بن أبي يزن والرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. وهو قال أبي حنيفة والعامة من فقهائهم. yuqorida babning yuqorisi qoli Muhammad va ba'da kulli na'khud dedi. Shuni yuqori qilamiz olamiz dedi-ku. Amaliyotda bir masalani olmaydi bular. Qaysi? Ayyamat tashrih kunlari 3 kun ro'za tutsa bo'lmaydi deydi. Birinchi chiqdi-ku bir qatam. Chiqmadimi? Chiqdi. Shuni olmaydi. Degan oldida 3 kun tutdi, keyin 7 kun tutdi deganni oldi. Ramalu bu ildam mangash yoki eng asti yugurishdan iborat. Ramal. Tavap. Ildam mağdu. Tez mağdu. Yani daha oldurab yuguranmagan lekin yugurishdan eng tuvan tizmag'ishning hammani kuchab mangayotgandek ma'nodan gap. Shu dastlabki 3 aylanishni shunda aylanamiz. Tavaplanadi. Ba'zi ulamolar ma tavapmiz. Tavaf ziyara ifoda ma'noda shunda ramal ba manda bir xildi yo'q dedi ayiradiganlar bor. Lekin Maliki mazhabda hammada o'xshashku deyman. Baytullohni tavob qilganda ildanmas. Ana shu ildanmagan chaqda masalan ba'zida umrisini erlar echibdi muqdar bor. Qasi bu nadiga kelgan desa Madinada bir xil tab kesilyapti. Juqumliq kesilyapti. Yani bir xil kesal juqib qolgan bir joyda. Yani chunki bu arablar shunda ochiq soy shunda cho'llarga avvalgi joylarga ko'ngan bo'lg'achqa manda bir xil demak nimada yashamaydi. Madinaning havasi shunda bir xil demak qanday bo'lgancha bular kaslam og'rib qolgan ahvol bo'ldi. Masalan, Uraninmi kelib og'rib qolib Rasululloh tuguning suydiklarini ichib buyurdi-ku. Badaviylar shuna og'rib qoldi. Bu Makkaga muhojirlar bir muddat Madinada turib bo'lgan ekan. Bular şu tavaf kelgan chaqda, masalan, Hudaybiya yili keldi, undan keyingi yili tavaf qilib ketdi-ku. Mushriklar Makkani bakalab berib, ular muddaa tarafda do'ng tarafga chiqib, taqqa chiqib qarab turgan chaqda bular aqsham bular Madinada turib, teni ajlab ketdi, yadab ketdi. Kuchi yo'q bundan. Agar urishib qolsakmi, uni asa yengamiz deb bunda bir kuch paqaydi deb qarab turganki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aş kafirliğe canlılık görünüş için muskullarını çıkarıp tez yugurib bunda bir harbiylarga nima qilgandek aşında görünüş için 3 qatam aşında nima qilishga buyurgan. Ramalga buyurdi, unda ittiba deymiz, o'ng mo'risini chiqarib menishga buyurgan. Unda kafirlar shuna qarab, bu ajlab ketilsak bular bek canlılık ko'rindigo deyishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu chaqdan nima qilganki, Hazrat Umarning zamonida ve sahabeler Resulullah'ın şu müşrikler Müslümanlık güçlü köşünde şunda nima qilgan? Hazır biz İslam imparatorluğu şunda nima ketdik Mekke'de müşrik mi yok? Hem de bu yürüyüşümsek mi bula? Mölümüzü yapsak bula ya Resulullah qilg'ashni hech qachon tashlamay qilma degan. Shu to'g'rimi? Chunki hozir mo masalan televizorda kabirni ko'rib turgan musulmonlar. Jalliq ko'ransa bu yaxshi. Erler xas elbette. Ayollar da yugurmaydi. Yugursa yaxshi olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ramala minal hajari ilal hajari. Yani hajarul aswad ba shu bujak demakchi. Ash bujakdan yugurgancha yoki ildanmagancha yana shu bujaklar yana to'liq yani Kabe'nin hamma tarafdan to'liq shunda yugurib mangan demakchi. Ve Ja'far ibn Muhammad dedi, Ja'far al-Sadiq ابن محمد الباقر أهل البيت. قال محمد وبهذا نأخذ والرمل 3 أشواط من الحجر إلى الحجر. دسلبك 3 أشواط يا آخر جماعة دسلبك 3 aylanish. Elbette ulamalar bu ramal qilish ba'da buni ittifoq qilgan. Jumhur ulamalar bu sunnat.
buni tashlab qo'ysak bo'lmaydi deb qarasa ba'zilar yo'q bu ixtiyoriy ishda deganlik ayollarning ramal qilmaydiganligi ijmo bor. Babul makki وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه رمل. أخبرنا مالك حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من تنعيم قال ثم رأيته سعى حول البيت حين طاف الأشواط الثلاثة. قال محمد وبهذا نأخذ الرمل واجب الرمل دسك كم بقولوا الرمل واجب على أهل مكة وغيرهم في العمرة والحج وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاء. المكيلك وأنهم باشقلا Hacı umre kıysa aslında ramal kılış vacip bulamdı. Biz yukarıda sünnet tutuyoruz ama buna mukayede bir tekrarlandık. Ra'a Abdullah ibn Zübeyir ahrama bi umratin minet ten'im. Bu Mekke'lik isavadası. Abdullah ibn Zübeyir Mekke'de 5. halife olup saylangan. Mekke turvatkan. Ten'im'e çıkıp ihram bağlap kirip umrege mangan. Ten'im degan Mekke'nin ihram dairesi halal dairesi en yakın halal daire. Hazır 60 katnaydı. İşte mescid var. Şu hammasi Ayşe radıyallahu anha kesel olup kılıp tavuklanmagan çağda Resulullah ömrüsüne taşlap koygan çağda keyin ömrü kılışka Tanayim'e aksi Abdurrahman bilen birlikte çıkarttı o. Şu hammasi ömrü kılıp çigendeklam çıkıp Tanayim'den ihram bağlap kirip ömrüge kepti. Mekkelikning ihram bağlaydigan miqati mesela ömrü kılmakçı olsa Tanayim bulamdı ya ki şu halal dairenin qaysi bir şey çıkıp durup ihram bağlap ihramga kirisi buldu. ثم رأيته سعى حول البيت. سعى degan gap shu ramala demakchi. Sa'a degan tez mangda ildam mangda. Hayna tafal ashwat al-thalatha. Unda esa Mekkelikmi ramal qiladi. Qala Muhammadun va ba'dana ar-ramal wajibun ala ahli Makkah va g'ayrihim. Mekkelik olsun. Yuqorqi babda boshqa yerliknikin deb qo'ygan. Shundami? Boshqa yerlik olsun ya da ramal qilish vojib. Lekin adam chiqolsa shu da jug'andek joyimiz turib jug'andek bunda sakrab turadigan gap. Asli mana shunga bo'lmaydi odatda. Vajib ala ahli Makkah va g'ayrim yani vojib dedi. Jumhur sunnat degan, ba'zilar ixtiyoriymi degan. Va huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammah min fuqahana. Lekin jumhur ulamolar shunda qaraydi. Imom Ahmad Makkalikka ramal qilish yo'q deb qaragan. Ya belki bular Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu Medine'den kelib umr qilgan bo'lg'achqa ramal qilgan, Makkadan chiqib ramal qilmagan degan bunda ayrishni qilgan bo'lishi mumkin. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها كانت خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة. قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها. قالت فطافت في البيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أنا أعطني قصاني فقلت لا. قالت فلتمسيه قالت فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها. قالت فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. قال محمد وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمرة ينبغي أن يقصر من شعره إذا طاف وسعى. فإذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي. Erlarga albatta chashni tushirtish afzal. Qisqarsa bo'ladi. Lekin ayollar qisqartadi. Umra qilgan chaqda qisqartish ham ayollar ikkisiga o'rtaq va qurbonlik qatorliq vojib bo'lgan ishlar. Ruqayya şu Amr bint Abdurrahman'ninki azatgardisi. Akhbarathu yani akhbarat Abdullah ibn Abi Bakr
أنها كانت خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة. بلا مكة çıkıp Amra Mekke'ye kirgen çağda yevmet terbiye Zülhacce'nin 8. günü fatafat bil beyt ve beyne safa ve marva tavaf kıldı, sa'i kıldı. Ondan keyin masjidninki unda keyin tarafidagi bir usti yapıqliq challidagi peshayvandek bir joyga kirdi de. Suffa degan masjidning keyin tarafi yoki usti yapilgan bir challi barangdak joy. Faqalat ma'aki miqassan. Miqas qaycha. Buni ikki biso'g'achqa miqassan deb muzakkar bunda musanna ekan bo'lishi mumkin. Qachi yo'q desa qachi teprang deb qachini tep ekanlikin fa akhadhat min quruni ra'siha. Qurun degandan ikki xil ma'nosi bor. Birisi boshdan cho'qsi degan bo'ldi. Bir kallada ikki cho'q oldu ikki taraf. Xuddi ikki muz chiqadigan joydek ikki tarafini qurun deymiz. Yana birisi o'rimchashlar degan bo'ldi. Dafira degan ma'noda. Qarn qurun. Qalat falamma kana yawmun nahr zabaha ash-shah. Yani hadi ilib kelgan bo'g'achqa bu umri qıplab hajga chiqqan bo'g'achqa tamattu bo'g'achqa bir qo'y bo'zlagan. Qanchalik oldi chechidin desa ulamolar bir 2 santa masalan. Shunchalik narsa ilibdi. قال محمد وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمرة ينبغي أن يقصر من شعره إذا طاف وسعى. Bu ömürde zaten çeşni düşütüp da kılış lazım. Tavaptan keyin. Qurbanlık günü bu ömrünü tüketip bulab hajga chiqqan bo'lsa, qurbanlık günü zabaha mastaysara min al-hadi. Taş etib bo'lgandan keyin chach tushishdan burun qurbanlık qiladi. Tapalig'ini aqalli taqdirda bir qo'y. أخبرنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد النبي أن علي رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. Şu ayette "Femastaysara min al-hadi" degan bo'g'achqa şunun tefsirini bir qo'y deb tefsir qilyotdi. "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji femastaysara min al-hadi." Şu qulay bo'g'ini tapalig'ini eng tuvini bir qo'y. Bo'lmasa bir tuga bir kala qism bo'ldi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله كان يقول ما استيسر من الهدي بعين أو بقرة. قال محمد وبقول علي بن أبي طالب نأخذ ما استيسر من الهدي شاة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ما استيسر من الهدي شاة degani shuni tarjih qildi. Nima uchun degan chaqda qo'y hadi qilish bor. Undan boshqa shu aj faoliyatininki asası ülgüsü bo'lgan İsmail alayhisalomga fidya va fadaynahu bi zibhin azim deb shu fidya qo'y osmondan tushirib bergani shu qo'y. Undan keyin qo'y anqon chekildi. ثم أقبل حتى إذا كان بحديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة وهو بالحرام. قال فقدم بهذا نأخذ من كان من مواقيت أو دونها إلى مكة دونها أو دونها إلى المكة ليس بينه وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت فلا بأس أن يدخل مكة بالإحرام. وأما من كان قبل المواقيت أي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة فلا يدخلن مكة إلا بالإحرام. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Mekke'ye ihram bağlab kirish, ihram bağlamay kirisi bulamdı degan masala. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma umra kelgan Mekke'ga. Thumma aqbala undan keyin Mekke'dan chiqdi. Madinaga qarab yo'l oldi. Qudayd degan joyga kelgan chaqda bu Mekke'dagi yaqin bir joy. Madinadan bir xabar kelib qoldi. Yani bu yerda urush bo'lib ketdi, patparaqchilik qilib ketdi. Yani keyin Madinaga safar qilinmaydigan bo'g'achqa Mekke'ga ihramsizlam qaytib kirib ketdi deydi. İmam Muhammad biz mush qarashni tutamiz. Miqatda ya miqatning ichida Mekke'ga yaqin bo'lgan kishilar Mekke bilan u kishining o'ttirida boshqa miqat bo'lmasa Mekke'ga ihramsiz kirib ketsa bo'ladi. Ammo miqatning sirtidagi bo'lib qolsa qanday miqat bo'lib qilishdan qat'iy nazar cho'qim Mekke'ga ihrom bog'lab kirish lozim. Bu jumhurning qarashi ekan. Lekin zohiriylar ihrom bog'lab kirish kerak deb qaraydi.
Niyet qilmasa shu orliqda sal kechikib qolsa-mu, sal o'tib ketgan bo'lsa niyat qilib olsa bo'ldi. Bo'lmasa hamda bir chora, agar o'zi mashina haydab yo shofir qayta oladigan bo'lsa, shu miqot qaytib, ashyadan ihrom bo'lib. Faqat bo'lmasa bir qo'y qurbonlik qilish bilan u tuzlanib ketishi mumkin. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ظفر فليحلف ولا تشبهوا بالتلبيد. Çaşni tushutish qisqarsimi bo'ldiganlik haqida mushu rivoyatda keldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kimki chechini o'rim qilib olsa, tushutsin. O'rim qilib olgan bo'lsa, ihrom bo'lgan chaqda o'rimkan chechi. Undan keyin kelib, tavob qilib, sa'i qilib, chach tushutigan chaqda, qisqartgan chaqda tushutishi lozim deydi. Yani ihramdan chiqadigan chaqda tushutishi vojib. Lekin chachni yelim bilan qatirib olganligiga o'xshamanglar. Yani bunda shu iborada ikki xil ehtimollik bor. Wala tashabbahu bit-talbid. Birinchisi, chechini ihramga kirishdan burun chechini yelim bilan qatirib, shunda qilib oldi. Nima uchun desam, safarda chang tuzam, yo nima qilib to'p kirib, bunda nima bo'lib ketmaslik uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda degan, labbattu ra'si deb, chechimni yelimlab olgan deb. Yelimlab olgan taqdirda keyin ihramdan chiqishda qisqarsa bo'ladi deb, silmo o'rimchach qilib olib, bu o'rimchachga yelimlagandan bakrak bekititilgan narsa bo'lgan ekan, sizlar yelimlab olganlar chachni qisqarsimi bo'ladi, bizga o'xshash qisqarsak bo'ldi deb turibmanlar. Siz cho'qim tushunishingiz lozim degan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa bir ehtimol, talbid qilganlikmi, ya'ni chachni yelim bilan qatirib olganlikmi tushutishi vojib, sizlarmi tushutishingiz vojib. Lekin bu biz talbid qilmadik, talbid bilan ma'u farqliqda, undan biz qisqarsak bo'ldi deyasangiz bo'lmaydi degan bo'lishi mumkin. Chunki bu o'rimlab chigib olish chachni odatiy yelim bilan qatirib olganlikmi bakrak mustahkam. Ayollarga erlarni shu yelim bilan qatirib oldi. Bunun erlarning chachlari shu murish qadar tushadigan bo'lg'achqa, ba'zilar shuni o'rimchach qilib olganligini batdi. Ayol o'xshash. Ammo tushutishimizda bu ayollar qatilgan emas albatta. Ayollarning chechini tushutmaydi, qisqartadi. Lekin man dafara falyahliq mishadi, erlar qatilgan deydi. Ayollar tushirishi mumkin. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين قال محمد وبهذا نأخذ من ظفر فليحلق والحلق أفضل من التقصير والتقصير المكسور وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم vedalish hajida Hajga kelgan chaqda, chechini tushutgan chaqda Allohumma arhamul muhalliqin deb duo qilgan. Sahoba ikramlarning ichida ba'zilar chechini tushutgan bo'lg'achqa, ular joizligini biladi, chechini tushutishning joizligini muhalliqin ru'usakum va muqassirin degandan keyin chechini qisqarsaqim bo'ladi deb qisqartganlar batdi. Sonra Rasululloh duo qilgan ekan, bizga shu duoning barakati kelgan bo'lsa ekan, bizni shu duo doirasiga kirgan bo'lsak deb chechni qisqartganligimi duo qilib qo'ysizlar degan chaqda 4-qatimda duol muqassirin deb buni ketib qo'ygan. Ana shundan Imom Muhammad rahmatullohi alayh chechni o'rim qilib olganlar tushutish kerak, ambiya tushutish kerak degan gap istihbab jihatdan, vojib emas. Tushutsin dedi. Chechni o'rim qilganlar tushutsin, tushutish mustahab, o'sha afzal. Ammo qisqartib qo'ysimi, bu shu faoliyatni ado qilgan bo'ladi. İmam Abu Hanifa'nın qarashi shu. Bu jumhurning qarashi. Faqat Hasan Basri'dan birinchi qatim haj qilgan chaqda tushutishi vojib degan qarash kelgan, qolganlar qisqarsimi bo'ladi deb qaraydi. قال محمد وليس هذا بواجب من شاء تعالى ومن شاء لم يفعله.
İbn Umar radhiyallohu anhu haj umrida ihramdan chiqishdan burun chach tushayotgan chog'da saqilidan va burtidan qisqartibdi deydi. Ikki yon tarafdan va ostidan olib turdi ekan. Bu endi hajga chach tushishning bir qismi bunda mustahab ish degan tariqada qilgan bo'lishi mumkin. Yoki endi shunda chach ilish, saqalni yasash bilan birga udil kelib qolgan bo'lishi mumkin. Endi saqalni uzun qo'yib o'tishning sunnatligida, vojibligida yoki ancha-muncha qisqarsa bo'ldi deganda ulamoning 5-6 xil qarashi bor. Qoli Muhammadun rahimahulloh va laysa hada bivajib. Shu haj umrida saqal burutini qisqartishi haj faoliga chetishlik bir vojib ish emas, balki bu mustahab. Yoki hamda hajning faoliyatlaridan emas deydi. Xolis qiladi, xolis qilmaydi. Taqdamu مكة بحج أو أمرة فتحييه قبل قدومها أو بعد ذلك. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بحج أو بأمرة تحل بحجتها أو بأمرتها تهل بحجتها أو بأمرتها إذا أرادت، ولكنها تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر وتشهد المناسك كلها مع تطهر وتشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا بقرب المسجد ولا تحل حتى تطوف بين الصفا والمروة. ويلك شيء هاج عمرك يبقاسا تقدموا علم يعلم بابدن haj umriga Makka kelib qolsa, kelib o'tib Makka kirishdan burun ya kelib bo'lgandan keyin odat ko'rib qolsa, hukmi qanday bo'ladi? Ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Haj va umriga labbayka deb ihrom bog'lab to'yilgan ayol va hajlar ayol bo'lib qolsa, albatta haj olti ihrom bog'lashni va talbiya to'lashni to'smaydi. Talbiya to'layoladi, niyat qilib ihrom bog'lab ma'laydi. Tuhillu bi hajjatiha. Ihrom bog'lab hajga niyat qilib talbiya to'laydi yoki umriga xohlagancha. Bunga chiqindi to'salg'i yo'q. To'salg'i yo'q, lekin ihrom uchun juyinadi. Odatdan poklanish uchun juyinish emas. Ihromlik uchun bir juyinadi. Walakin la tatufu bil bayt va la bayna safa wal marwa hatta tatahhar. Odat to'xtab, juyinib bo'lgan qadar tavob va sa'i qilmaydi. Endi hajga chiqib qolsa, haj faoliyatiga chiqqan chog'da odat mezgili bo'lgan bo'lsa, barliq haj faoliyatlarini hojlar bilan, ma'nos degan shu hojlar bilan birga o'xshash qiladi. U boshqa faoliyatlar nima deb iborat desa, Arfatda turish, Muzdalifada turish, Minada turish, tash etish degandek. Faqat tavob va sa'i qilmaydi. Nima uchun desa, chunki tahorat tavobning to'g'ri bo'lishi uchun shart. Tavob qilmagan Safa Marva qilolmaydi. Chunki Safa Marva sa'i qilish tavob qarashlar. Wala bi qurbil masjid. Masjidga kirolmaydi bu. Masjidga kirmagan ekan, men masjidga kirmadim, masjidning sirtidan bunda aylanib tavob qilay, sa'i qilay deb bunda qism bo'lmaydi demoqchi. Wala tahillu hatta tatufa bayna Safa wal Marva. Ihramdan qachon chiqadi desa, Safa Marva sa'isini tavobdan keyin qildi-ku. Tavob qilib Safa Marvadan bekor bo'lgandan keyin ondan ihramdan chiqadi. Demak, shu saqaygan chaq qadar saqlab, undan keyin tavob qilib, sa'i qilib, ondan ihramdan chiqadi demakchi. أخبرنا مالك حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. O Hazreti Ayşe radhiyallohu anh'ningki Hajjatul Vidoda Makka kelgan vaqtida hajda bo'lganlikdan tavob qilmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va ahlim degan chaqda hajni qanday qilib qiling, lekin tavobni paklangan qadar kechiktirib, undan keyin tavob qiling degan. Şeytanı taşatqandan keyin qurbonlik o'zi o'tib, undan keyin ihromdan chiqsa bo'ldi. Eğer ömür qilib, o kishi mesela ömür qilishdan burun
Haydar babamızda ikandan çıkıp yani o bağlan ikan bekar kılıydı. Ya bekar kılıydı. Mesela hazır efali ma efal hajgan siz ömrünü bekar kılıyordun degan gapmish. Ömrü qilmaylar, ondan haj faoliyatiga kirib ketang, ondan keyin ondan hojlik qilg'ashni qilib, tavaful ifodani paklanganini qilsangiz bo'ldi. Qag'ashni paklanishdan burun qilsangiz deb. Endi bu umrni rad qilayotgandan keyin dastlab kelgan chog'da keyin aksi Abdurahmon bilan tanimga chiqib, ashirat qilayotgan, amaldan qoldirayotgan umrning o'rniga bir umr qilishni buyurgan. حدثنا ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها وأصحابنا اسمك ترديا خلص. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فيميل بالحج والعمرة ثم لا يحل الثاني إلا منهما جميعا. قال فقدمت مكة وأنا حائض لم أكن في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشتي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. وطاف الذين حلوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما كانوا طافوا طوافا واحدا. قال محمد وبهذا كله تأخذ الحائض تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تدخل فإن كانت أهلت بعمرة فطافت صوت الحج فتحرم بالحج وتقف بعرفة وترد العمرة فإذا فرغت من حجتها قضت العمرة كما قضتها عائشة رضي الله عنها وذبحت مستيسرا من الهدي. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة وهذا كله قول أبي حنيفة إلا من جمع الحج والعمرة فإنه يطوف طوافين ويسعى طوافين وسعيين. Hazreti Ayşe'nin kelgan hadismi yuqorqi hadisning bir varianti. Biz Hajjatul Voda'da ya'ni hijratning 10-yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Makkaga chiqqan. Umriga talbiya to'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda dedi, "Nerede desam Makkaga yaqin kelgan chog'da Saraf degan joyda hadiyalik kelganlar haj umriga biraqlam niyat qilib talbiya to'lsin" dedi. Albatta umriga hadiya olib berish sunnat. Şu umriga hadiya olib bag'ilibdi. Umriga hadiya olib bag'ilsa hajga niyat qilib o'tinglar dedi. Bunda qilganlar haj va umrini biraqlam tugutib ondan ihramdan chiqdi. Qalat faqadimtu Makka va ana haid. Eyza olgan ekan tavob va sa'i qilmadim. Bu ahvolda Rasululloh sallam inqudi o'rim chechangizni chuvib, chechangizni tarab hajga talbiya to'lang va dal umra niyat qilgan umrni hozir qo'yib tursiz. قالت ففعلت فلما قضينا الحج هج işlerini tugutib bo'lgandan keyin arsalani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam akam Abdurrahmon bilan Tan'imga chiqatdi. Shu yerdan biz umra qilib chiqdik. Faqala Rasululloh hadihi makan umratiki. Bu siz qilmay qolgan umrning o'rniga hisob bo'ladimi shu dedi. Ya'ni qazosidek. Wa tafalladina hallu bil bayt va bayna safa wal marwa. Hamda umriga niyat qilib umra va haj qilganlar umri qilib bo'lgandan keyin ya'ni umri tamom bo'lsa tavob qilib sa'i qilib chechni tushgandan keyin umri tamom bo'ldi. Ular ihramdan chiqib undan keyin hajga 8-kuni ihrom bog'lab chiqib haj ishlarini tugatib kirib bo'lgan chog'da thumma tafu tawafan akhar keyin yana bir tavof qildi, ya'ni tavoful ifoda qildi demoqchi. Ba'dan raja'u min Minadan qaytgan aytdan birinchi kuni ya ikkinchi kunlarda kirish mumkin tavoful ifoda qildi. Lekin haj bilan umrni biraqlam qilganlarcha ulab qilganlar bayatdan qilsa ihromdan bir chiqib umr qilgandan keyin undan keyin kiyimini kiyib
yana 7-8 kuni ehram bog'lab hajga orliqda kiyimini kiyganlar. Unda kiyim kiymaylam bir ehram bilan haj va umrini bir aqlam qilib o'tganlar bo'lsa, ya'ni qiron qilganlar, fa inma kanu tafu tawafan wahida. Bular boshqa qilgan tavofi, umrga qilgan tavofi shu hisob qildi deydi. Davom ekan, tamattu qilib qolsa, ikkinchi qatim yana bir tavof qilish kerak. Qiron olib qolsa, bir tavof ikkiga hisob qildi degan bir mazmun chiqdi bu yerdan. Degan Hanafi mazhabda farqli qaraydi. Bu yerdan biz yuqorqi nurg'un ahkamlar bor. Shunning ko'pinchisini biz olamiz. Hezda ayol taqdil manasik kullar. Ya'ni taqdir degan qazo qildi degan gap emas, ado qildi degan gap. Ya'ni vaqt ketgandan keyin o'rnini to'liqlab qazo qildi emas, hammani ado qildi. Faqatlam tavof bilan sa'i qilib qoldi, paklangan qadar. Agar umriga tarbiya to'lgan bo'lsa, odat ko'rib qolgan ekan, tavof qilinmay, undan hajmi qilinmaslikda insirab qolsa, bu chaqda umrni tashlab qo'yib turib, hajga niyat qilib, Arafat chiqib tursin, umrni qo'yib qo'ysin, tarful umra. Hajdan farq bo'lgandan keyin tashlab qo'ygan umrning qazosini keyin qilib olsin. Xuddi Hazrat Aisha radhiyallohu anha qilgan o'xshash. Bunda ahvolda qurbonlikdan birini qiladi. Nima uchun desa, chunki umriga bog'lagan ehromdan bir qatim chiqqan bo'ldi. Chiqib, undan umrni qilmay qo'yib, hajga ehrom bog'lab chiqayotgan bo'lg'achqa bir xil tamattu hisobida bo'ldi demoqchi. Bu ayol bekorga umr uchun kayfiyatiga emasmi? Ham bog'lab bo'lib, ajdar qoldi, u umr bekorga qo'ygan. Shu orliqda bir ara berilganlik uchun kelgan qurbonlik ekan bu. Ya'ni tamattu hisobida. Hozir bu yerda 2 qatim ehrom bog'lash bo'ldi o nimaga. Lekin shu qironmi bir xil tamattu. Biz o'tgan dedik-ku, asli hajga ayrim, nimaga ayrim bir 2 safar, 2 ehrom bog'lash lozimdi. Bu bir chalmada 2 paxtani so'qqan bo'lg'achqa, bu bir xil tamattu. Yani bir safardan qutulib, bir safarning jazosidan aramab qolgan hisobda. Başka ömür bir takım İslam'dan tavukları ver, o İslam'dan çıkıp, kayda ondan hecci tavuklar, kayda İslam'dan mı? Yok, ömrü kılmayla, ömrünü taşlap koyup, hecge ehram bağlap çıkarttı. Belki hem de hecci arlık olan olsa, ehramdan çıkıtıplam, kiyini kiyip durup, ondan 8. günü ehram bağlap hecge çıkan gibi. Hecge çıkan iken de hecci işler tamam oldu. Tamam bo'lgan ekan, cheshni qisqartib ehramdan chiqdi. Chiqqan ekan, unda aldimay umrning bir qazosini qildi. Demak, bu hajlar umrning o'tirdi bir kiyimni kiyish, orliq qilish bo'ldi demakchi. Ammo faqat Rasul sollallohu alayhi vasallam hazimatan umratiga yana keldi. Mavazir Wa tafalladina hallu bil bayt va bayna safa. Bu hamda saq kishilar. Normal kelib umri qildi. Ular kasal bo'lgan ekan, umri qilib bular ehramdan chiqdi. Shunami? Ondan keyin yana Arafat chiqishdan 2 kun ilgari bir ehram bog'lab, Mina Arafat chiqib, Muzdalifa kelib, Mina kelib, chalma etib, uni qurbonlik qilib, ondan yana bir tavof qilib, tavoful ifoda qilib, shunlar ondan bular hajni tamomlagan bo'ldi. Ular normal hajlar umrni shunda plan bo'yicha qilganlar. Boshqalarning ahkamlarini qilishlarni bayon qilib qo'yibdi. غير الله تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطوف. Saqaygan qadar bu hajda ayol haj faoliyatini qiladi, lekin tavof sa'i binas qilmay shu umrini shunday qo'yib qo'ydi. Umriga niyat qilgan bo'lsa, hajning qo'ldan ketib qolishidan ensirab qolsa, hajga ayrim ehram bog'lab, Arafat chiqib, boshqa hajildagi ishlarni qilib, umrini tashlab qo'ysin. Hajdan farq bo'lgan chaqda umrini qazo qilsin, Hazrat Aisha qazo qilgandek va qurbonlik qilsin. Çünkü ömrünün ehramıdan bir çıkıttı. Yani qayta hajga ehram bağıldı. Ya ki hajdan keyin yana ehramdan chiqib ömrüge bir ehram bağıldı degan bo'lg'achqa. Yadam da bizga bunda yetib keldi deb balag'ana. Balag' mishada hozir sayyidistik kelgan aslida. Gerçi senedler rivoyat qilmasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga anha demadi, Ayşe demekçi. Hazreti Ayşe'ge atab bir kala soygan, hediye qilgan demekçi. Buxariyda zabaha an nisaihi baqara deb kelgan. Ve hada kulluhu qawl Abi Hanifa illa man jama'a al-hajj wal umra
فإنه يطوف طوافين ويسعى سعيين. Yuqorqilarning hammani olamiz. Imom Abu Hanifa ma'ludi. Faqat lam bir masalada biz boshqa ish qaraymiz. U bo'lsa-mu, haj va umrini bir aqlam qilgan bo'lib qolsa, bular ikki tavob, ikki sa'i qildi. Lekin ma yuqorda "Vamallazina kanu jama'ul hajj wal umra fa innama kanu tafu tawafan wahidan" dedi. Jumhur ulamolar mush qarashni tutib, agar qiron bo'lib qolsa, ashu Makka kelgan chaqda qilgan bir tavob, umr uchun qilgan bir tavob, ash tavobga yetarlik, ikkinchi qatam tavoful ifoda qilmasin bo'ldi deydi. Hanafi mazhabda yo'q, umrga ayrim bir tavob qildi, bu umrga hisob. Unda hajga tavoful ifoda ayrim qilish lozim, sa'ymi ayrim bo'lish lozim deb qaraydi. Tahidu أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت معها نساء فخافت أن تحيض قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حدن بعد ذلك لم تنتظر تنكر بهن فأفضن وهن حيض إذا كن قد أفضن. Haj faoliyatini qilib kelib, tavoful ifoda qilishdan burun haj kirib qolsa, qanday qilish lozim? Yani tavoful ziyorat degan tavoful ifoda degan gap shu. Bu hajning arkonlaridan. Qachon qiladi? Qurbonlikning birinchi kuni tash etib bo'lib qiladigan tavof. Bu hajning arkonlari. Yani shu vuquf va arafaga o'xshash arkonmish bu. Akhbarani Abu Rijal Muhammad ibn Abdurrahman, bu tabi'i. Anna Amrata, bu Amra shu Abu Rijalninki onasi. Yani anam Amra mana so'zlab berganda, anna Aisha radhiyallohu anha kanat idha hajjat va ma'a nisa'un. Ayollar bilan birga haj qilib qolsa, bu endi Rasululloh vafatulloh keyin ayollar bilan birga haj qilgan Hazrat Aisha. Ayollar bilan haj qilib qolsa, fakhafat an tahida, fakhafat Aisha an tahida detumanda an yahidna desak to'g'ri bo'lishi mumkin. Ayollardan biri tavoful ifoda qilishdan burun odat kep qilib, tavoful ifoda qilinmay qilib, so'nglardan qaytayli desa, 5-6 kun saqlab kechikib ketadigan ish bo'lib qolarmi deb ansirgan ahvolda qaddamatunna yawman nahr, qurbonlik kuni tashni etiblam u yerda hayol bo'lmaylam gachchida Makkaga tavof qilishga oldirab mavzud ekan. Fa afadna, so'lan bular tavoful ifodani tezlikda qilib oldi ekan. Fa in hidna ba'da dalik, tavoful ifodani qilib bo'lgandan keyin odat kelib qolsa o chaqda bir kimga saqlaydigan ish yo'q deydi. Lam tantadir tanfiru bihinna, ularni elib qaytib ketalaydi. Fa afadna, ikkinchi qadam fa afadna degan so'z ortiq jizvasdan bo'ldi. Tanfiru bihinna va hunna huyat, keyin esa odat kirib qolsa tavoful ifoda qilib bo'lgandan keyin vujud qaytib ketaverdi. İza kunna qad afadna, tavoful ifoda qilib bo'lgandan keyin demoqchi. Yo'q, tavofulda ayollarga nisbatan uzrlik ahvollarda mayli. Odat kelib qolgan taqdirda tavofulda qilmasin bo'ldi. Ba'zi bir ahvolda olim ruxsat qilgan mayli. Bir niyat bilan qilib o'tishni mayli. Amrata بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إن صفية بنت يسوع قد حاضت لعلها تحبسنا. قال: ألم تكن خافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فخرجنا. Amra bint Abdurrahman, bu Amra bint Abdurrahman ko'p chiqdi bu kitobda. Amra bint Abdurrahman ibn Asad ibn Zurara. Asad ibn Zurara radhiyallohu anhu'ningki o'g'li Abdurrahmanning qizi. Tabi'iyat. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qildi. Hazrat Aisha debdi: Safiya bint Huyay, bu ummahatul mu'minindan qad hadat. Safiya og'rib qoldi. La'allaha tahbisuna. Endi bu tavob qilinmay shundan bizni safardan kechikib turib qo'yamo deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga desa, Rasululloh so'rabdi: bu tavoful ifoda qilganmi qilmaganmi? Alam takun tafat ma'akunna bil bayt, tavoful ifoda qilganmi qilmaganmi degankan, qulna bala, u ayollar biz bilan birga qilgan. Qala fakhrujna, unda bo'lsa meni yasan bo'ldi, ya'ni tavoful vido qilmasin mayli demoqchi edi. Tavoful vido bu tavoful sadar deb atildi. Tavaf sadar. Bu vacib hamdir. Tavaful veda vacib.
Yani qaytılgan çağda en ahir qitim vidolashgan o'rin shu Ka'ba bo'lish kerak degan hadisga asosan vacib. Lekin hezda ayol bo'lib qolgachqa bu uzr sababidan uning gardinidan tushdi, vacib emas yani hezda ayolga. Lekin men vasang bo'ldi demoqchi Rasululloh. أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره عن أم سليم بنت ملحان قالت: استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها أنس رضي الله عنه أنس شو أبرد السلغة anam Ummu Sulaym deb. Bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shuna fatvo so'rabdi ekan. Asli o'zi uchun so'rgan buni. Qurbonlik kuni tavafil ifodani qilib, ezda bo'lgan, ya'ni nifaslar bo'lgan ayol kishi qanday qiladi deb so'za Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketivasi bo'ldi deb ruxsat qilgan. قال محمد وبهذا نأخذ أيما امرأة حاضت قبل أن تطوف يوم النحر طواف الزيارة أو ولدت قبل ذلك فلا تنفرن حتى تطوف طواف الزيارة فإن كانت طوافت طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر وهو قول أبي حنيفة والعامة. Qurbonlik kuni shayton tashatib bo'lib, tavaful ziyora, ya'ni tavaful ifodiga kirishdan burun hej kirib qolsa, yoki tug'ib qolsa, nifaslar bo'lib qolsa, fala tanfiranna, juda qaytmasin deydi. Hatta tatufa tavaful ziyora. Tavaful ifoda qilishdan burun qaytib kelsa bo'lmaydi juda. Fa in kana tavaful ziyora, tavaful ifodani qilib bo'lib, undan keyin tuqqan ya ezda olgan bo'lsa, bu chaqda tavaful vadoni qilishdan burun qaytib kelsa bo'ladi. Chunki bu uzrlik, bu vojib bundan tushib ketdi deydi. أو العمرة فتريد أو تحيد قبل أن تحرم. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم لتهل. Ayol kishi haj umriga bormoqchi bo'lib, ihrom bog'lashdan ilgari ezdar va nifaslar bo'lib qolsa, qanday qiladi? Abdurrahman ibn Qasim an abihi al-Qasim anna Asma bint Umays radhiyallohu anha, Asma bint Umays bu Qasimning cho'ng onasi. Qasim al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Asma bint Umays waladat Muhammad ibn Abi Bakr. Undan keyin Asma bint Umays Abu Bakrning ayoli, Qasimning cho'ng onasi. Tushunama? Endi bu hadis mursal hozir. Qasim cho'ng onasi bilan uchrashmagan deydi hadis ulamolar. Lekin mushadisni Imom Muslim Sayyida anil Qasim an Aisha deb mavsul holatda rivoyat qilgan. Yani Aishani ko'ribdi, lekin cho'ng onasi Asmani ko'rmabdi demoqchi. Waladat Muhammad ibn Abi Bakr bil Bayda. Bayda shu Madinadan chiqib Zulhulayfadan otlangan chaqdagi sayning ismi dedik. Cho'l. Shu joyda tug'ibdi Muhammadni. Abu Bakr yani Muhammadning otasi bu ahvolni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga degandan keyin Rasululloh murha faltagtasil thumma lituhilla. Junub, bu tug'il holat hozir. Uni pastga 30-40 kun davomlashishi mumkin. Junub hajga ya umrga shunda niyat qilib talbiya to'lisin debdi. Bu hajjatul vido'chilik bo'lgan ish. Faltagtasil mishadazir bu ihrom bog'lash uchun tazliq qilish g'uslisi ma. Ya'ni bu nifasdan paklanish, namoz o'qiydigan, manda juyinish emas, tahara emas, nazofa juyinishi. Bo'lmasa u to'plam paklab ketmaydi. Lekin bu ihrom bog'lash uchun va talbiya to'lash, niyat qilish uchun hayz va nifas to'saliq bo'lmaydi. Niyat qilib mingvasi bo'ldi demoqchi. وبهذا نأخذ في النفساء والحائض جميعا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Ya o mağmuda der, arada taşıydı, tügüd taşıydı, o özden şey.
Lekin hozir mishada haj umriga niyat qilib baralamdi, boramamdi, shariy jihatdan bir to'salg'i bormi? To'salg'i yo'q. Mana yerda. Chunki ba'zi ishlar mesela tavob qilamiz, yo'q tavob qilinmaydi dedi. Ammo ihrom bog'lab niyat qilib talbiyat olib ma'lumdi bo'lsa ma'laydi. Ham o chaqda onun 5 kunga mumkin shunda safarda ma'lum bo'lsa, Makkaga berib o'zini pasdan chiqib haj qila olishi mumkin, tavaful ifoda qila olishi mumkin. Albatta. Junub onun için namoz boshlaydigan. Ondan şu mesela Mekke'ye taqaygandan keyin junub şu yerdan ekan baba chiqdi. Ya hozir ihrom bog'lash va niyat qilishga to'sov bo'lmadi bu. Hozir mishada Zulhulayfadan ihrom bog'lab manga hisobda. Şoňa jünüşüm o şey ihram bog'lash uchun jünde dedi. Lekin nepasdan paklanish uchun emas. Ondan bu ayol paklanish ihrom chiqtirgandan keyin o'tgan. Şu safarga mangallimi shunda turdi Makkaga 2-3 kundan bormaydi, 7-8 kunda, 10 kunda birishi mumkin. Bu ömrga chiqib qo'yayotganda chiqmaydi. Da ayol chiqmay, biroqlarni qilish yoki berib bo'lgandan keyin umrni qo'yib turib, ihramdan chiqib haj qilish mumkin. Bayatimiz dedik-ku, Hazrat Oyshaning voqealigidek. Ana shunga chidab bo'lmaydigan bo'lsa, lekin chidasa shu ihrom hukmidan davomlashtirib qiladi. Yo'q, bo'lmaydi. Yo'q, ma'lumda miqotning sirtidagilar bor. Miqotning ichida bo'lib qolsa, ba'zi ahvolda kirsa bo'ldi dedi. Lekin miqotning sirtida bo'lib qolsa, kirishga bo'lmaydi. Bu balki miqotning ichida bo'lib qolsa, shu zurul ahvollarga tijoratchilar, bizni to'shiydigan, yaganda urushib ketgandek ahvollarga ruxsat qildi. Ammo ma'lumda miqotning sirtidan cho'qim ihrom bog'lab berish lozim. Miqat deb qaraymiz jiddidan. Shu miqatninki siziq doirasida bu. Ya'ni u Rasululloh tilg'ilib, "Ma miqat degan bo'lsa-mi, shu chaqda o'ta yo'llarni, shunda qo'noqlarni nima qilgan Rasululloh? Bu yerdan ihrom bog'lashda bekitgan. Lekin u ba'zi joylar tashlanib qilib, xarablashib, ba'zi joylar ovotlashib ketgan ekan. Şu çemberni shunda qarasak, shu çember dairasiga udilishgan bo'lgan ekan, shu jiddidan miqat hisoblasak bo'ldi. Hozirmi ko'p ulamolar shunda deyishga boshladi. Mesela ondan kısa bazı ciddi işleri valla etkilençlik kesecek. Onun nasıl ikramda konuşuyor? Bu anda ishlaydiganlar, odatda shunda o'tanchi, suv to'shiydigan odamga o'xshash, ular endi ihramsiz chiqib turishga mayli. Davomli shu ishni qilgan bo'ladi. المستحاضة في الحج. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير الملكي أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد أخرجت فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم رجعت إلى المسجد أيضا فقال لها ابن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استغفري بثوب ثم طوفي. قال محمد وبهذا نأخذ هذه المستحاضة فلتتوضأ وتستغفر بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. المستحاضة في الحج يعني istihada shunda kesal giribda bo'lgan ayol hukmi nim bo'ldi hajda demakchi. Istihada degan shu hayz kunlaridan tashqari kesal bo'lib qolishni ko'rsatadi. Anna Aba Ma'iz bu tabi'in ismi Abdullah ibn Sufyan akhbarahu annahu kana jalisa ma Abdullah ibn Umar faja'atuhu imra'atun tastafti faqalat inni aqbaltu uridu an atufa bil bayt. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan fatva so'rab kelibdi. Men Kabe'ga tavob qilay deb kelsam, masjidning, haram masjidning shunda darvozasiga kirishimga ahraqt xun keldi dedi. Qon kelibdi. Qon kelib qolgan ekan, farajat hatta zahaba degan. Shunda ketishimga, qaytib ketishimga to'xtadi dedi. Ana shunday tushib qolgan bir jumla bor, shuni to'liqlab yozinglar. Hatta zahaba deganni summa degandan keyin o'shaga ketib أقبلت ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم مش بالجملة شبقى مكتب
Hozir bo'lgan gap, masjidni tavob qilayda, baramasning darvozasiga kirishiga xun kelibdi. Shundan qaytib ketibdi. Qaytib ketib, hamda to'xtatib, yana tartib, yana kelsa, yana qan kelibdi. Summa raja'tu ila al-masjid ayda. Undan ibara bunda bo'lgandi. Inni aqbaltu uridu an atufa bil bayt hatta idha kuntu 'inda bab al-masjid ahraqtu. فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم رجعت إلى المسجد أيضا يعني مسجدga qaytib kelib to'xtagandan keyin tartilib qaytib keldi. فقال لها ابن عمر رضي الله عنهما إنما ذلك ركضة من الشيطان. Bu şeytanning bir tepkelligi, peshvasi ekan bu deydi. Rakda degan shaytonning peshvasi. Rakda degan putulan tepkellikni ko'rsatdi. Urkud birizlika hada mughtasalun. Adil urkud desam masalan jugu deganni bildirdi-ku, ya'ni putulan shunda chapqalliq. Rakda mana shayton, bu shaytonning peshvasi ekan debdi. Faghtasili. Shuna siz juyuning, ya'ni bu juyunish hozir bu hayzdatni, ya'ni pasatni bundan hozir saqib paklanish uchun namoz o'qiydiganga juyunish emas, ya'ni bir badanni paklash uchun juyuning demakchi. Summa staghfiri bi thawbin. Ondan bir narsa taqvilang, zakta qilishdik gapim. Summa tufi. Undan keyin tavob qilavering debdi. Yani bu shaytonning peshvasiga nadin keldi. Nima munosabati? Shayton inson bani odamga dushman bo'lgan ekan. Buni ibodat va nimada to'sqinlik qilish uchun shaytonlarning yani bir tarafdan bu qonunlan bir munosabati bor. Shaytonning qonunlan munosabati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda dedi: "İnnema yecri şeytanu min ibn adam mecraddam." Qon tomirda bil aqdu shayton degan ekan bu shaytonlar shuna qon tomirni ichiga kiralaydigan, qonlar bilan endi aqalaydigan bir xususiyat bo'lg'achqa tavobdan, namozdan to'sab qo'yish uchun dushmanlik qilib, qil tomirlardan birasini yerib o'tish mumkin. Ya'ni shu peshva degan gap shu anda. Qon tomirni ketib o'tib, shu yerga turib bir teplam tumuni yervassa, shu tumuddan azroq masalan odatda buni qanab qolgan kishi qanday shundan bir qon tushishi mumkin. Bo'lmasa bu shaytondan bo'lmasa, masjid oldi kasa tushadi ekan, shunda qaytib kelsa to'xtaydi. Yana kasa tushadi ekan, qaytib kelsa to'xtaydi ekan. Bunda bo'lmaydi. Bu shaytonning to'sqinligidan iborat. Shunga hijobni yo'q qo'ygan o'zlariga balki. باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دنا من مكة بات بذي سوى بين اثنتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من ثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل إذا دنا من مكة بذي سوى ويأمر من معه فيغتسل قبل أن يدخل. Makka kirishga ilgari bir g'usl qilib kirishning mustahabligi to'g'risida Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma ishlarini aynan qilaman deb kirishalik ko'rsatgan sahob bo'lg'achqa Makkaga yaqinlashgan chog'da Zitva degan joyga kelsa, bayna taniyatayn. Taniya degan bir davon yoki tog'dagi chig'ir yo'lni deymiz. Bir davon deyiladi. Ikki bir do'nglik bir davon bo'lsa, shu ikki davonning o'ttirida chuqurda qo'nadi ekan. Hatta yusbah. Shu tong atgan qadar shu yerda yotadi ekan. Summa yusalli subh. Andan bomdan shu yerda o'qiydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda shunda qo'nab bomdan o'qib endi mangan bo'lg'achqa. Rasululloh iqtido qilib shunda qildi ekan. Andan Makkaning ustun tarafidagi do'ng tarafdan kirdi. Ya'ni Saniya deganda do'ng desak, shu do'ng tarafdan tushdi desak bo'ldi. Yoki chig'ir yo'l degan ma'noda desak, Makkaning ustun tarafidagi chig'ir yo'ldan kirdi. Wala adkhul Makka idza kharaja haja aw mu'tamiran hatta yagtasil. Hajji umr kelgan bo'lsa, Makkaga yuyinmay kirmaydi. Makkaga yaqinlashgan chog'da Zitva degan joyda endi qo'nab yuyinib ma'noda demakchi. Ve birga kelgan kishilarni Makka kirish ilgari yuyininglar deydi. Yani bu yuyinish bir mustahablik. Yani bu ihram bağlayan kishi odati bo'lsa yuyinadi. Ihram bağlayan kishi kirmoqchi bo'lsa bu mustahab. Çünkü bu ihram bilan munosabati yo'q. Makka kirish masalasi bo'lg'achqa Makkaning haramning bir xil masalan hurmati hisobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fathida ihrom bağlamay kirgan.
ehram bağlamaya kirgan chog'da yuyinib kirgan. Lekin bu Makka kirishning bir xil sunnat qoidasi, adab qoidasi sifatida mustahab deyilibdi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت والصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ثم انصرف ولم يقرب البيت. قال محمد ولم يقرب البيت قال محمد لا بأس بأن يدخل الرجل مكة إن شاء ليلا وإن شاء نهارا فيطوف ويسعى ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم. وأما الغسل حين يدخل فهو حسن وليس بواجب. القاسم ibn Muhammad ibn Abi Bakr fuqaha sabadan Makkaga kechida kirgan. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka kechida kirgan, mana Rasululloh o'xshash kirmadi. Ataytanamda kechiga udullab kirdi ekan, umriga borgan chog'da. Tavob qilib sa'i qildi ekan, ammo chat cho'tishni tang atqanga kechiktirdi ekan. Walakinnahu endi shunda arliq bo'lsa-mu, masalan, xuftandan tortib, bomdod qadar 5-6 soat bo'lsa-mu, la yaudu ilal bayti fayatufa bihi hatta yahliq. Kabini yani bir tavob qilib o'taya deb unda nafl tavobdan birini qilmaydi ekan. Arliqda vaqt bo'lsa-mu. Qala va rubbama dakhal masjida fa awtara fi. Balki ba'zi haram masjidga kirib yana vitrni o'qitib chiqdi ekan. Yani kechida demakchi. Walam yaqrabil bayt yani walam yatuf demakchi mana. Yani Kabe'ga yaqin kelib tavob qilib o'qmaydi. Yani kechida kirib namozlarni xuftandan keyin masalan kirib tavob qilib sa'i qilib haram masjiddan chiqdi ekan. Yani yarim kechilda vitr o'qilib qolsa, Kabe kirdi ekan, vitr o'qilib chiqdi ekan, lekin Kabe'ni yana bir tavob qilib olaya demaydi ekan deydi. Nima uchun? Bu umra. Umrdan ke tavob va sa'i va undan keyin chat cho'tish va mush tartib bo'yicha. Bu tartibning orasiga nafla tavobimizni orliq qistusam bo'lmaydi demakchi. Shu umrning tartibi bo'yicha qilma orliqqa nafla tavobimizni qisturmayman demakchi. Ya'ni vaqt bo'lsin, fursat bo'lsa-mu, shunda savob qilishni qilmaydi ekan. قال محمد لا بأس بأن يدخل الرجل مكة إن شاء ليلا وإن شاء نهارا. محمد رحمة الله عليه madisda kechida kirish Rasulullohning sunnati deganda keldi. Biz boshqa hadislarda kunduz kirishmi, ba'vochqa kechida kirsin, kunduz kirsin, qanday kirsa bo'lardi? Ma bir sunnat sunnat qilib demaymiz. Fayatufu va yas'a. Tavob qildi, sa'i qildi, walakinnahu la yujibuna lahu an ya'uda fi at-tawaf hatta yahliq aw yuqassir. Lekin biz shu Qasim qilgandak shu umrning tavof bilan chat cho'tish orliqiga nafl tavobdan birini qistirib qo'yishni mustahab deb qaramaymiz. Aslida bu tavob qilish bir mustahab ish. Lekin umrning faoliyatining orasi bilan nafldan birini tiqib qo'ysak bo'lmaydi. Chat cho'tib bo'lib, uningdan keyin nafla tavob qilamsa, o'chadi mayli demakchi. Qasim qilganga o'xshash shunda qaraymiz. Va ammal ghuslu, endi Makka kirishga jo'nashmasiz kelsak, bu mustahab ish, bu vojib emas. Demakchi. Chashi tushiradi yoki qisqardan bir kechida qisqargan vaqtda shu satalardan keyin qilgan bo'lib tavob qilish vojib. Tavob qilish qo'yilmaymiz. Ya, shunda. Unda nima? Ya undan satalarni qilib Ve kechidami tushitaverdi. Endi Qasim ibn Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunda kechib turgan avval aynan shunda qilma deb qilgan gap. Lekin bu yerda Muhammad kechida kirsin, kunduz kirsin, baribir. Lekin hamda kechida kirdi. Qachon kirsa, kunduz kirdi. Qachon kirib qolsa, tavob qildi, sa'i qildi. Ammo chach cho'tishdan burun orliq bir tavobni qistirmaysiz demakchi. Chashni tushitib chiqib qilib, undan keyin ondan nafl tavobdan onni qilam, bo'zigini qilmaydi. Ya, eramizda umrning ishini bir tartib bo'yicha, qoidasi bo'yicha bir qilib farq bo'lib, undan keyin ondan vojibdan tugab, nafliga tutish qilasiz demakchi ekan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.